شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى والفرقان. Odatda usul ko'p, fazilatga boy bo'lgan, mag'firat ham barakat, rahmatlarga liq to'lgan, jannatlar keng echilib, do'zax mahkam taqilib, yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. صدق الله العظيم. Bu dalil cho'nqur ma'nilik bo'lib, zamin qatlamlaridan tartib osmondagi sayyoralargacha bo'lgan butkul koinotning intizomiy bir mukammal qonuniyat ostida yurishidir. Agar uningdagi ashu haddi hisobsiz mavjudlik va sanoqsiz yadro, kuch-quvvatlar orasida moslashchanlik, birdaklik, tangponlik va hamkorlik bo'lmaydi ekan, biror daqiqami o'z intizomini saqlab qololmaydi. Mana bu ishlarning hammasi ashu son-sanoqsiz mavjudiyat va xilma-xil yadro quvvatlarni o'zaro hamkorlashishga majburlayotgan, hammadan g'olib, hammadan ustun bir mutlaq qonuniyatga bog'liq bo'ladi. Arshning Parvardigori Alloh ularning sifat degan narsasidan pokdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Mana hozir shundoq 10 oyat nozil bo'ldiki, agar har qanday kishi uningdagi o'lchamga uyg'un kelsa, shaksiz jannat kirdi" dedi va 10 oyatni tilovat qilib berdi. Qani ekran oldidagi savodoshlarimizdan so'raylik. Bu 10 oyat qaysi surada?